farzandlarni baxtini, taxtini sog'lik salomatlikda, to'ylarda mana shunday tabriklarda uchrash hammamizga nasib aylasin. Sog' bo'linglar. Onalar mutabar, onam mutabar, zurriyot tarqatib murodga yetgan. Onalar mutabar, onam mutabar, qalbimning to'ridan oq sutin tutgan, bosgan izlarimga ko'z qadab kutgan. Ba'zan farzandiga ona ham o'tgan. Onalar mutabar, onam mutabar, onam mutabar, onalar mutabar, aziz onajon mutabar, onam mutabar, onalar mutabar, aziz onajon mutabar.
Sog'lik bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Farzandlarni baxtini, taxtini, kamolini, jamolini ko'rib yaratganga shukronalar keltirib turgan aziz, munis, mo'tabar ota-onalarimiz. Assalomu alaykum qamu qarindoshlar, xudoandalar, jon-jigarlar. Barchalaringizga shukronali kunlar muborak bo'lsin deymiz. Biz bugun Adiba onamizni izlab keldik. Mehrimiz bilan yo'qlab keldik. Onajonim, Allohning bergan chiroyli umrlari, tavallud ayyomlaringiz, shukronali kunlaringiz, Muhammadga ummat bo'lgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Onaginam, kechagina mevalarni ekkandingiz, hosilini kutib yashadingiz. Kechagina tarbiyalarni berib otam bilan birga mas'ulini kutdinglar. Bugun haqiqatdan musofir yurtda o'z rizqini halol terib yurgan dilbandlaringiz, ya'ni Sankt-Peterburgdan Ozod akamiz, Bobur akamiz, Mahliyo opamiz, Dilso'z opamiz, mana shu yerdagi Habiba opamiz, qolaversa bir-biridan shirin suxan kelinlaringiz, danagidan mag'zi shirin nabiralaringiz tomonidan xonadoningizga tashrif buyurdik. Aytdilarki, musofir farzandlaringiz onaginamni bugun shukronali kunlarda yonlarida bo'la olmadik. Ro'zg'or tashvishlari, hayot tashvishlari deya yonlarda yaxshi kunlarda tura olmadik. Bizni sog'inchlarimizni, tilaklarimizni, niyatlarimizni yetkazib qo'ysangiz dedilar. Biz Ozod aka, Bobur aka, Mahliyo opamiz barcha farzandlaringizdan so'radik-da, otangiz bilan onangiz qanday insonlar, nima deb ta'rif berasizlar deganimizda farzandlaringiz ko'zlariga yosh oldilar. Otam bilan onamni ta'riflashga til ojiz. Otam bizni hayot yo'llarimizda sarbon bo'lsalar, onaginam dardimizga darmon bo'ldilar. Otam bilan onam halol luqma yedirib katta qildilar. To'g'ri, dadam bilan onam milliarderlar ro'yxatida turmasalar-da, biz farzandlarni hech qachon och-nahor qoldirmadilar. Yirtiq yamoq kiyintirib ko'chaga chiqarmadilar. Bizni orzularimiz deya o'z orzularidan kechib, bizni shu darajaga yetib kelishimizga ana shu davlatim, dadajonim, jannatim, onajonim sababchilari, ularning duolari deya hozirda bizni shirindan shakar oilalarimiz, farzandlarimiz bilan baxtlimiz. Ilohim baxtimizga sog' bo'lsinlar, hech qachon kasal bo'lmasinlar. Biz ularni juda yaxshi ko'ramiz. Biz ularni Allohga omonat qilib kelganmiz. Borganimizcha tani jonlari sog' bo'lsin, hech qachon kasal bo'lmasinlar dedilar. Hammani ham farzandida asosan. Qarang, bergan mehnatlaringiz, chekkan zahmatlaringiz zoya ketmabdi. Farzandlaringiz sizlarni yuzlaringizni yorug' qilib beribsizlar. Haqiqatdan dunyodagi baxtli ota-onasizlar. Bugun farzandlar dadajonim, onajonim deya bo'ng uryaptilar. Hamma ham mana shunday ota-onalarni izozlab, qadrlab, ehtiromlar ko'rsatsinlar. Chunki mana shu jajji farzandlar mehr muhabbatni ko'rib katta bo'lyapti. Unutmaylik, biz yozgan kitoblarni vaqti keladiki, farzandlarimiz o'zimizga o'qib beradilar. Dadajonimizga ham arzimagan sovg'alarimiz bor dedilar. Marhamat, topshirib qo'yamiz. Qolaversa, bugun Habib opa, sizni yelkangizda bugun juda ham yuklaringiz ko'p. Farzandlar, jigarlar, musofirdagi jigarlar uchun ham tilaklaringizni izhor qilasiz. Ayjoningiz bilan dadajoningizni yaxshi ko'rmagan farzand bo'lmasa kerak. Nima degan bo'lardingiz bularga? Marhamat. Ayjon, sizni jonimni ortiq yaxshi ko'raman. Dadajonim sizni ham. Baxtimizga har doim sog' bo'ling bizlarni, ukamlarni, opamlarni. Ikki kunimizni baxtiga ayjonim. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz hammamiz ayjon. Bularga onaga dard aytmang. Bularni yuzlarini silang, siypalang, erkalating, tez keling, kuttirib qo'ymang. Bular g'animat, bular omonat. Haqiqatdan Habib opa, siz dunyodagi boy insonsiz. Cho'ntagida jaraq-jaraq dollari bor inson boy inson emas. Otasi, onasi bor insonlar boy inson hisoblanar ekan. Oltin, kumushni eskisi bo'lmaydi. Ota-onani qarrisi bo'lmaydi deydilar. Ota-onasi bor insonlarning baxti butun,
bag'ri doim to'la to'kis bo'larkan. Kimdir otaga zor, kimdir onaga zor, lekin sizlarda bularning hammasi bisyor. Bularning duolarini olinglar. Erta tongdan to shomgacha tekinga duo qiladigan mana shu insonlar bo'larkan. Qaynonali kelin, qarqara kelin, qaynonasi kelin, masxara kelin deydilar. Biz katta kelinlardan boshlaymiz. Qaynonangiz, qaynotangiz sizga yaxshi ota-ona bo'la oldilarmi? Bitta chiroyli ta'rif bering bularga. Ayjonim, dadajon, sizlar qattiq yaxshi ko'raman. O'zimni ota-onamdek ota-ona bo'linglar. Rahmat sizlarga. Bilmaganlarimizni o'rgatdinglar. Har doim yaxshi gapirdinglar. Katta rahmat sizlarga. Ichimga gaplarim ko'p, lekin hammasini ayta olmayman. Bitta qilib aytaman hammasini. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Qattiq yaxshi ko'raman. Katta rahmat, Allohim baxtlarini, mana shu farzandlarning baxtini birgalikda bobojon, bujonlar yonlarida ko'ringlar. Siz nima degan bo'lardingiz bularga? Umringiz uzoq bo'lsin. Har doim boshimizga sog' bo'lib yuringlar. Nasib bo'lsa kelasi yil hajlarga jo'natib, haj to'ylarini qilish nasib qilsin hammamizga. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Yaxshi sizlarda xonadonga kelin bo'lib, Allohga shukr qilaman. Allohim baxtlaringiz butun, bag'rlaringiz doim to'la to'kis bo'lsin. Haqiqatdan baxtli oilasizlar. Biz ham ko'rib havas qildik. Adiba ona endi Sheralota kuyovni yov deydilar, bo'lmagan gap. Kuyovni yov desang yovdek qocharkan, bolam bo'tam desang oldinga boladek choparkan deydilar. Payg'ambarlarimiz ham kuyovlarni siylaganlar. Kuyovlarni yonimizga chorlasakda, bitta chiroyli sizlar haqida bitta ta'rif bersalar, juda faxrlab qaynonam emas, onam deb boy yordilar. Bitta chiroyli mana shu ta'rifni o'zlariga aytib bering. Assalomu alaykum. Avvalambor tabriklayman. Tug'ilgan kuningiz bilan. Minglarga kerak. Hayotdan bilan baxtli bo'ling. Sog' bo'ling hamisha. Shularlaringiz baxtli. Bundan yaxshi kunlarga ko'ring, Xudo xolasa. Tabriklayman yana bir bor. Rahmat sizga. Rahmat, tilaklaringiz o'zga ham hamroh bo'lsin. Opam bilan qo'sha qarang. Qani jigarlar bormi, opa singillar? Voy, opadan onani hidi keladi deydilar. Opalaringiz kelganmi? Abmullalar, ammalar dunyoda hamma yaxshi, hammadan amma yaxshi deydilar. Ammalar yurak naqshi ekan, eng yaxshi jiyanlar ammajonlarga o'xshar ekan. Qarab ko'rib turpa Habib opam toshni ammalarini o'zlari. Amma keldi, hamma keldi. Ammajonlar, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Bugun sizlar rahimni qo'llab, jannatda bir daraxt bo'lar ekan-da, uning asl ildizi mana shu dunyoda bo'lar ekan. Bu sizlar rahim deylar ekan. Bugun sizlar rahimni qo'llab, Adiba opam mana shunday shukronalik kunlarda yelkama-yelka turibsizlar. Allohim umrlaringiz uzoq bo'lsin. Assalomu alaykum. Hurmatli, bizani hurmat qilib kelibsizlar. Alloh sizlarni hurmat qilsin. Jonim bilan. Adibajon, jon singlim. Biz sizga kelin emas, singlim degan biz. Biz sizga kelin emas, ayamni o'rniga ayam bo'l deb qabul qilgan biz. Ukajonim, iloyim qo'shcha qarigan. Adiba bilan. Sen dadamni o'rnini bosgan. Kelinim ayamni o'rnini bosgan. Jonim ukam. Qo'shcha qarib umrlaringiz uzoq bo'lib, kelinlaringni, nevaralaringni hammasini huzurini ko'rishni ato etgan Allohim. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar shuni ukamni xonadoniga. Alibajon, sinimiz payg'ambar yoshiga kiribdilar, yuzlarga kiraversinlar. Yuzlarga kirib, yuzlashib, har doim mana shunday qo'yin kulgi bilan yashasizlar. Ukam bilan qo'shganlarimni qo'shcha qarib, evara kelinlar ko'rib, Allohim nasib aylasin Parvardigor. Katta rahmat. Yaxshi niyatlar hamroh bo'lsa o'zlaringizga ham. Uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni yaxshi deydilar. Qo'shni qo'shniga omonat deydilar. Qo'shnini qo'shnida haqqi bor deydilar. Jon qo'shni, jon qo'shnilar kelasizlar. Boshlasang qo'shningga ayt, yugurdan qutulasan deydilar. Bitta qo'shningizga bitta chiroyli ta'rif bering. Adibajon, sog'lik tilayman birinchi bor. Akam bilan qo'shcha qaring, yoshlaringizga yosh qo'shilsin, balaringiz huzur harovatini ko'ring. Bizani ham boshimizga sog' salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Oychajon, tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Doim Xudo sog'lig'ingizni bersin. Balaringizda huzur halovatini ko'ring. Chiroyli mehnatlarni qilib qo'yinglar. Chiroyli yashash, qo'sha qarishlik, hoja ona bo'lishlikni tilayman sizlarga. Har doim
qo'shnichiligimiz, opa singilchiligimiz abadiy bo'lsin. Bir vaqtda borib bilmaganlarimni o'rgatuvdik. Chiroyli yo'llarni ko'rsatuvdik. Kam bo'lmadi. Katta rahmat qilgan xizmatingizga, qilgan mehnatingizga rozi bo'ling. Biz ham xursand, biz shunaqa chiroyli kuningizga kelganimizda. Hammalaringizga rahmat. Qani bormi yana tabriklarni izhor qiladiganlar? Qani bormisizlar? Jonim sog' bo'ling. Akam bilan qo'shcha qaring. Faqat yaxshi kunlaringizga sherik bo'laylik. Balaringiz huzur halovatini ko'ring. Sog' bo'ling. Yana bir bor tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Bugun sizlarning yaxshi kunlaringiz. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Hammani yetkazsa mana shunday chiroyli kunlarga deya Shirali otam bilan birgalikda qo'llarni baland ko'tarib, jigarlar bilan, kelinlar, nabiralar bilan, qo'ni-qo'shnilar bilan mazza qilib raqsga tushib berasizlar. Musofir farzandlar kuzatib turibdilar. Marhamat. Tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. O'zim bilan turganlarim, goh ezilib, goh to'lib yurganlarim, yaxshi yomon kunlarimda yonimda tursang, hayotimning quvonchisiz jigarlarim, yegangizda ko'tardingiz g'amlarimni, bitta to'ldirdingiz jamlarimni, omadlarga tutashtirgan yo'llarimni, hayotimning quvonchisiz jigarlarim. Jigarlarim, sog'intirganlarim, sog'inganlarim, jigarlarim, jigarlarim, keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Men yomonni suyib yaxshi degan hamsiz, darchiqsan yilib ketib kelgan hamsiz, baxtimizni bo'lishamiz oy kunchaday, hayotimning quvonchisiz jigarlarim. Jigarlarim, meni jigarlarim, sog'intirganlarim, sog'inganlarim, jigarlarim, meni jigarlarim, keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Sog'intirganlarim, sog'inganlarim, jigarlarim, meni jigarlarim, keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Jigarlarim, meni jigarlarim, sog'intirganlarim, sog'inganlarim. Bayramlar muborak bo'lsin deymiz yana bir bor. Allohim yuzi bilan yuzlashinglar. Haqiqatan farzandlaringiz juda ham baxtli ota-onalar yonlarida. Ota-onamsiz ursa yurak emas, ota-onamsiz kirsam gar jannat kerak emas deydilar. Hali Ozod akamiz bilan Bobur akamiz aytdilarki, otam bilan onamni haj safarlarga jo'natib, Allohim ularni uylariga chaqirsalar, Baytulloh, Ka'batullohlarni ko'rsatib, oba Zamzam suvlaridan ichirib hojota, hojiona qilamiz. Allohim haj to'ylarimizda ham ana shunday otam bilan onamning yonlarida yaqinlarimiz kamarbasta bo'lib tursinlar. Bizning niyatlarimiz ko'p. Otam bilan onam shuncha mehnat qildilar. Endi mehnat qilish navbati bizga yetib keldi. Faqat bizni rohatimizdan rohatlanib, nabiralar ardog'ida, mana shu jigarlarning yonida dasturxonlarimizni zo'ri, uylarimizni to'ri farishtalarimizniki bo'lsa, bizga mana shu katta baxt dedilar. Allohim musofir farzandlaringizni haloldan topganlari halollariga, yaxshi kunlariga, uylariga, to'ylariga ketsin deya biz ham niyat qilamiz. Sog' salomat, yuzlari yorug' bo'lib, sizlarning bag'rlaringizga qaytib kelsinlar deymiz. Haqiqatdan otasiz uy qal'asiz qo'rg'ondir. Otasizlik kimlar uchun armondir. Oilada ota qozi deydilar. Ota rozi,
Xudo rozi deydilar. Onangni yonida otang o'tirsa deydilar. Haqiqatdan baxtli ota, baxtli ona bular. Sherali ota, mana shu Allohim yana sizga umr bersa, ana shu Adiba onamga o'ylangan bo'larmidingiz? Tabriklar qo'ying tayinlar. Tabriklar. Kampirda ishqilib, xo'shomon bo'lsin. Baxtimizga yurib kirib chiqib yursa bo'ldi. To'g'ri deysan. Yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rsam gapmi? Yana qolganini aytaman. Biror marta kaltaklaganmisiz? Ayni tiyut ketgan, tiyut. Ha, demak birga yasharkansizlar. Men o'ylabman, tomda yashaysiz, opam pastda yashasalar kerak. Haqiqatdan xotinga mehr bering, gul bering, uyda janjal bo'lmasin desa, pachka pul bering deydilar. Nafaqalarni barchasi Adiba onamga bering, pul chap qavurg'adan bitilganda yaralgan. Onamni baquvvat qiladi. Dollarlar, amerikasiga vitaminlarni farzandlar onamga jo'natsinlar. Ilohim umrlaringiz uzoq bo'lsin. Hammani tilagi o'zgacha, onaniki bo'lakcha deydilar. Siz xursandmisiz Adiba ona? Siz bundan-da ziyodalarga loyiqsizlar. Ba'zilar jannatni Ka'badan, Makkadan izlaydilar-da. Jannat aslida mana shu onalarning poyida ekan, otalarimizni oldida ekan. Bularning duolari jannatdan ham zo'r ekanda. Bularning duolarini olinglar. Ilohim umrlaringiz uzoq bo'lsin. Musofir yurtda farzandlaringiz kuzatib turibdi. Ularga nima degan bo'lardingiz? Keling mana yaqinlarga, kelinlaringizga aytolmagan tilaklaringizni biz sizga imkoniyat beramiz. Marhamat. Iloyim, bolalarim baxtli bo'lsin. Shuncha men bilmaydim, hurmat qilib shunday qildilar, umrlari uzoq bo'lsin. Rahmat sizlarga ham kelganlaringizga. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. O'zingiz uchun Adiba onajon yasanib hech tolmangiz. Qarilikni bo'yningizga aslo olmangiz. 10 ta bolangiz bo'lsa ham erginizdan, Sherali otamdan qolmangiz. O'g'lingiz deb o'rga ketarkan, qizingiz deb qirga ketarkan. Ilohim baxtli bo'linglar, qo'sha qaringlar. Ana shu kelinlaringiz, qizlaringiz eng kamida sizlardek qo'sha qarib, piru badavlat bo'lib yursinlar. Bugun onajonimni shukronalik kunlariga dadajonim bilan onaginamni hayotlari tortlardek totli bo'lsinlar deya ajoyib shirinliklarimizni sizlar uchun hozirlatib turibdilar. Marhamat, olib kelasizlar. Ota-onalarimizga ulashadilar, yaqinlar, jigarlar. Marhamat, shamchiroqlarni yoqamiz. Hayot sinovlardan o'tgan bu, sabrlardan o'tgan bu, shukronalarim ayta mehrga yuz tutgan vaqt bu. Oqibatda sharaflimiz, shu kunlarga biz loyiqmiz. Qarang qanday oilamiz, shirinliklarni ulashamiz. Marhamat. qanday samoviy hislar bu, qandayin muqaddas nom bu. Shukronalarim ayta xotirjam makon oilam bu. Vafolikda sharaflimiz, muhabbatda farqlimiz. Qarang qanday oilamiz, baxtlimiz, Nabiralarga ulashamiz. Marhamat. Oltmish 62 yosh emas, 26 yosh deymiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin, hech qachon qarimanglar, kasal bo'lmanglar. Farzandlarning surprizlari sizlarga yoqdimi? Xursandmisizlar?
Sizlar bundan-da ziyodalarga loyiqsizlar. Bugun 62, biz yuzlar bilan yuzlashganingizda ham mana shu xonadoningizga kelishga biz ishonamiz. Ilohim umrlaringiz uzoq bo'lsin, kasal bo'lmanglar. Kelinlarimizga mana shu ishni tashkillashtirgan kelinlarga alohida tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Musofir farzandlaringiz farzandlarini baxtini, kamolini, rohatini ko'rsinlar deymiz. Hech qachon qaramanglar, kasal bo'lmanglar. Endi bularni rohatini ko'ringlar, g'am anduhlarni ortga chekintirib, faqatgina bularni rohatidan rohatlanib yuringlar deymiz. Otasi hayotlari ko'kragini kerib yursinlar. Onasi hayotlari do'ppisini osmonga otsinlar. Ularning farishtalari bor, ularning duogo'ylari bor. Yetmaganlarga yeng bo'ldilar, kamlariga kamol bo'ldilar. Shukronalik kunlarda davra boshi, to'y bosh bo'lib turibdilar. Bularni duolarini olinglar, bularni borlarida qadrlarga yetinglar. Bular omonat, bular g'animat ekan. Vaqt keladiki, bolam yaxshimisan degan so'zlarni, hattoki bosgan izlarni ertaga butun dunyoni bersak ham topolmas ekanmiz. Bularni borlarda qadrlarga yetinglar. Ota-onasi bor insonlar aytganimizdek, boylarni boyi, baxti butun, bag'ri to'la to'kis bo'lar ekan. Bir inson xizmatda yurganimizda aytgandilar, hech kim menga aql o'rgatmagan, sayohatlarga olib bor otang bilan onangni, sanatoriyalarga olib bor, hajlarga jo'nat demagan, aqlim ham yetmagan, mablag'im ham bo'lmagan. Hozir tagimda mashinam ham bor, mablag'im ham yetarli, lekin olib boray desam, otam ham yo'q, onam ham yo'q degandilar. Chunki hozirgi alg'o zamonda jimitday jonimiz omonat, bir-birimizga g'animat bo'lib qoldik. Onam 76 ga kiradilar, haligacha onam deydilar-da. Aytganimizdek, oltin kumushni eskisi bo'lmaydi, ota-onani qarrisi bo'lmaydilar. Onaginam deydilar. Vatan bilan ota-onani tanlab bo'lmas ekan. Mana shunday farzandlaringiz bor ekan, haqiqatdan sizlar baxtli ota-onasizlar. Onam ekkani gul rayhon so'lmaydi deb o'ylabman. Ota-onam hech qachon o'lmaydi deb o'ylabman. Ota-onam ulug' zot, oyda yerda ko'kda yo'q. Bu dunyodan o'tar bo'lsa, tosh haykaldan foyda yo'q. Ko'nglim uchun jon bolam, boshlaringda ko'targin, tillaringga zavq berib, daston qilib kuylagin. Tik boqmagan ko'zimga, diydam toshdek qotmasin. Qarab qo'ysam jon bolam, u bolangdan qaytmasin. Men tirikman jon bolam, o'rda qiyon otib ye. O'lganimdan so'ng meni arpa unga sotib yeydigan ekan qadimgilarimiz. Bularni qadrlaylar, bularni duolarini olinglar. Biz farzandlaringizni surprizlarini, tabriklarini qo'ldan kelgancha yetkazib olgan bo'lsak, ozgina ko'ngilingizga xursandchilik ulashgan bo'lsak, demak biz o'zimizni baxtli his qilamiz. Azizlar, qimmatli vaqtlaringizni olganimiz uchun ming bor uzr so'raymiz. Yo'qotganlarimizning ichida qaytmaydigan ota-ona bilan sog'liq ekan. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Yana sizlar bilan sog'lik, salomatlikda, to'ylarda, mana shunday tabriklarda uchrash hammamizga nasib aylasin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yaxshi o'tkaringlar tavallud ayollar.